Ramazan yazmaları. Birinchi bab. Ramazanga kirivatimiz. 8-bölüm. Hoş geldin. Emma tazı hoş tapalmadın. Ey Ramazan. Ey, ming aydan mı artık bir hayırlık keçini. Bağrıda saklagan ay. Ey, Kur'an tuğulgan ay. Aylarning ichida bakrak gul puraydigan ay. Ey, vahiyning hayot baxsh etguchi havosini hayotga, Muhammadni abadiy so'yguga, mavjudlik Allohdan yiroqlashgan siri ma'nisini yo'qotgan davrga, inson yo'qotib qo'ygan odamiylik, rahmat, barakat, xayr, ihson, hidoyat va shafqatni qaytadan insonga ilib kelgan ay. Xush kelding. 14 asrdan buyon har yilqidek minglagan umidni bag'ringda ilib kelding. Har qitimqidek armonga tushliq darmon tepish niyati bilan kelding. Hammadan bak xush holda topganlaringni texib xush qilish uchun, naxush holda topganlaringni takror xush qilish uchun kelding. Kim biladi, balkim o'tmishda sansizlagan xush kelishing va xush holatda topganlaring bo'lgandir. Beshi tik, peshonasi ochiq, sehi, yuzi oq, yuragi pok, ko'zi o'tkir, so'zi quvvatlik, o'zi durust, muhmillaring kutib olgan edi seni. Sen xush kelgan. Ularni xush holda topgan eding. Qur'on qo'llarda, dillarda, ko'ngillarda va hammadan muhimi turmushlarda edi. Ular oldi bilan Qur'onni o'ltirib, ondan tug'ilgan kunini tabriklamaydi. Har Ramazonni vahiy bilan qilgan 1 yillik ahdi deb biladi. Qur'on ularning tasavvuri, aqli va xarakterini barpo qiladigan ustoz edi. Ular bo'lsa hayotning yiqilgan, vayron bo'lgan, burumlangan yerlarini birma-bir o'ngshuvchilar edi. Sen xush holatda topgan narsalar hayotning qaysi iqinida oqadiganligini o'zlari belgilaydi. Başqalar belgilab bergan iqinda axlat chavog'i o'xshash oqmaydi. Ular hayotning quli emas, xo'jayini edi. Ular mallarning quli emas, xo'jayini edi. Ular vaziyatining balasi emas, onasi edi. Chunki sharoitlar ularni emas, balki sharoitni ular yaratdi. 1922 yili Ramazonning 1-kuni sen yana kelding. Burunqidek xush kelding, ammo shuni bilaman. 10 yillardan beri, hatto 100 yillardan beri hech xushalliq topolmaganingga o'xshash, bu qitimmi hech xush topolmading bizni. Kim biladi, bu xush topolmagan o'nlarcha, yuzlarcha naqadar qo'rqinchli holat topding muhmillaringni. Kim biladi, nima dardlarga, musibatlarga, o't-ofatlarga, yazidiliklarga, to'ng'izliklarga, kufrliklarga, chokinliklarga shohid bo'lding. Qanchilgan yaralar va yaralangan yuraklarni ko'rdim. Lekin ey Ramazon, bugungiga o'xshaydiganni ko'rib baqdingmi? 1,5 milliard nüfuslik bir oilani mushundaq parishon, chechilib ketgan vayronchilikda qolgan, qo'rqqan, bezor bo'lgan, umidsiz, irodasiz,
iqtidorsız, cansız, aql parasatsiz holda ko'rganmiding? Ey Ramazon, ahli islom diyoridan daryo bo'lib oqqan qonga shohid bo'lganmiding? Möhminlarning bu qadar ezilgan, hittirilgan, urib so'qilgan, xo'rlanganligini asliyalamsan? Qara, möhminlaringga, ko'ngillari, oilalari, yurtlari hammadan bak aqli va ingi xarob bo'ldi. Seni kutib olg'idak yuzi va majoli qolmadi. Әмді сенің möhminlaring o'z davrining egisi emas edi. Zaman eqinining yo'nalishini ular belgileyolmaydi. Ular eqivatgan eqillardagi axlat javog'i aylanib, o'ng so'lga urilib eqivatadi. Ba'zilar sana va sen tamsil qilayotgan qimmatlarga xiyonat qilishni farosat deb bilmoqda. Bir zamanlar kuffarlarning oshlarini to'yg'izganlar. Endi bo'lsa kafirlarning neniga muhtoj bo'lib qoldi. Bir zamanlar boshqalarning yorsini tanganlar, emdilikda o'z yorsini tangidak darmoni yo'q. Bir zamanlar iymonini yutum-yutumlab boshqa qit'alarga elib borganlar, mana bugun yuraklarning ishg'ol qilinishini to'sishga ojiz. Sening mavjudiyat sababing bo'lgan Qur'on bilan yuksalishni bajo keltirolmaganlar. Bu ayiblarni yoshirish uchun aslidilla ulug' bo'lgan Qur'onni ulug'lashtirib, uningga pora berishning halakchiligida. Ko'rdingmi, ey Ramazon? Musulmonlar Qur'on tug'ilgan oyni muboraklashidi. Ammo Qur'on hayotida, qo'llarda, uylarda, ko'chalarda, tuproqlarda yo'q. Ey Ramazon, bu ezilish, bu qirilish, bu to'kilish va bu mag'lubiyat va gangrashlik ichida to'lg'inayotganda dal vaqtida kelding. Xo'sh kelding. Ammo xo'shallik topolmaganliging hammaga ayon. Lekin sening kelish maqsadlaringdan biri xo'shallik topolmaganlarni xo'sh qilish emasmi? Qiyni amsa elib kelgan jannat xush hidlari bilan tuproqlarimizni qoplagan bu badbo'y puroqlarni yo'qotqin. Cho'lga aylangan yuraklarimizda bir rahmat shamili bo'lib chiqqin. Chanqab yerilgan lavlarimizga suv tegsin. Cho'llar ko'lga aylansin. Möhminlar orasidagi nafrat, dushmanlik va adovatlarni yiltizdan qo'mirib tashlab, o'rniga iymon, qarindoshlik urug'ini chachqin. Kunimizda egi chaqsiz, yetim qolgan ahli islom olimida qanavatgan yaralarga malham bo'lg'idak bir ong tushuncha elib kel. Ashlarni to'yg'izadigan, ussizlarni qondiradigan, yilinglarni kiydiradigan bir shafqat va marhamat yomg'iri elib kel. Xorliqni izzatga, g'ururlikni g'ayratga, yo'qsizlikni boyliqqa aylantiradigan bir ruhbar. O'zimiz jismlashtirgan Qur'on sening bilan birga bizni qaytadan barpo qilish uchun o'rnidan tursin. Bizlar davrimizning mahsuli bo'lgan shaxsiyatchi kishilardan emas, Qur'on barpo qilgan mo'min kishilardan bo'laylik. İnsanning mavjudlik g'oyasiga mos keladigan hayotni qaytadan barpo qilish uchun g'ayrat qilaylik.
imanni qaytadan baxt guli qilib, ko'ngildan ko'ngilga yetkazayli. Shundaq bo'lsinki, bizni o'ltirgil kelganlar bizda tirilsin. Do'stlaring o'ltirgan yerini ko'kartadigan bir Xizir, hidoyatli iymon tug'adigan birər madhi bo'lsin. Bilaman, bu duoyimga amin deydiganlarning eng oldida sen bor, ey Ramazon. Qur'oningni qo'lidan yetilab kelding. Xush kelding. Bir bilsang, xo'shallik topganlaring orasida bo'lishni naqadar orzu qilatdim.